Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ekranda ko'rib turganinglar Hajarul Aswad Ka'bani burchagida joylashgan. Mana Ka'bani burchagida joylashgan. Bu toshni o'pishlik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'pganlar uchun sunnat hisoblanadi. Umar roziyallohu anhu aytganlaridek, ey tosh, Rasululloh seni o'pmaganlarida o'pmasdim. Sendan menga foyda ham, zarar ham yo'q dedi. Bu toshni tarixini bilamiz. Asl holatida, butun holatida yo'q. Bu yerda bo'laklari bor, yong'oqda 5-6 dona. Shular rastvorga o'tkazilgan, rastvorga qo'yilgan. Shu sabab bu yerda qilingan bitta savobingiz, bitta savob amalingiz 100 ming barobar ko'paytirib beriladigan holatda odamlarga zarar berishlikdan, odamlarning qalbini og'ritishlikdan saqlanish kerak. Odamni zarar berish, qalbini og'ritishlik harom hisoblanadi va bitta qilgan gunohingiz 100 ming barobar yoziladi. Ayollar xosatan bu yerda erkaklarga tegib ketib, nomahramlar bilan urilib, surilib o'pishlikka harakat qilishyapti. Shundan saqlanaylik, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Bitta sunnat amalni qilaman deb 100 ming barobar gunohga qolib va harom ishni qilib qo'ymaylik. Allohu a'lam. Fikringizni kommentariyada yozib keting va bilmaganlarga ham yaqinlaringizga ulashib qo'ying, foydali ma'lumot bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.